Dodajonni 88 yoshlari munosabati bilan diydor shirin dasturxoniga yig'ildik. Dodajon hamma nevaralarini bitta dasturxonga yig'ilganini ko'rib judayam xursand bo'ldilar. Qarindoshlarning kayfiyati ko'tarilsin deb shunaqa mevali choy damladilar u sinib. Men bo'lsa choy yoniga sherik kerak etib, somsa bilan pitsa pishirdim. Aynan Dodajon uchun pishirilgan bugungi taomlar hammasi o'xshab chiroyli chiqdi. Xottoyim o'z qo'llari bilan osh damlab berdilar. Oshga ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Anchadan beri bitta stol ustiga yig'ilmagan qarindoshlar bir-biriga anchagina to'yib olishdi. Oramiz eng qiziq joyiga keldik, 4 kesamiz. Tug'ilgan kun bahonasida bolalarni ham bitta to'kildi. Qizlar rasmga tushgan ulgurishibdi. Qo'rtiq bergan odamni qo'llari dard ko'rmasin, judayam zo'r bo'ldi. 4dan keyin kattayim qo'llarini ochib yig'ilishimizga nuqta qo'ydilar. Tinim bilan idishlarni yuvib uyimizga chiqib ketdik. Video shirinda ko'rishguncha.